الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Nisa'nın 128. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala cemiyetdeki en aciz, künüşke tegishlik, asrashga tegishlik sohalarning birisi bo'lgan himoyachisiz ayollarninki, andan keyin kichik yetimlarninki masalasi haqqi, huquqi haqida so'zlagandan keyin bugungi oyatda ayollik masalalarining biri bo'lgan ayol o'tirisda masala chiqib qolgan vaqtida masala ertaraf bo'lib qolgan bo'lsa ayol uningga qanday qiladi, oila masalalarining tuzash çözüm yolları qaysi bu haqda Allah Subhanahu ve Taala bizga oyatlarni bayon qilib beradi. Tavadu astaizu billah. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha. Was-sulhu khayr wa uhdirat al-anfusu ash-shuhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Avval oyatning tafsiriga kirishdan ilgari bir qisqacha tarjima qilib o'taylik. Agar bir ayol o'zining yo'ldoshidan bir ko'ngilsizlikdan ansirasa, ya'ni ko'ngilsizlik deb tarjima qilib turay, sal turib buningki qanday ko'ngilsizlik, qaysi manbadan chiqqan, qaysi nuqtalarni o'z ichiga oladi, buni sal turib izohlayman. Ya'ni erininki o'zini tashlab ketishi, o'ziga yo'g'onchilik qilishi qatarlıq ko'ngilsizliklardan ansirasa yoki ayolning erininki o'zidan yuz o'rib ketishidan ansirasa, bu ikkovlan o'z orasida sulhi qilsa gunoh bo'lmaydi. Sulhi qilish deganimiz ayolning elishga tegishlik haqlari va o'tashga tegishlik mas'uliyatlari bo'ladi. Shu haqlaridan tushib turish yoki mas'uliyatini oshirish ikki taraf birisi-birisidan mush orqali o'zaro kelishsa bu bo'ladi. Kilishish sulhi yaxshi. İnsanning qalbi, ya'ni insanning nafsi baxillikqa, ya'ni olaman deydigan, bermayman deydigan bunda bir mijaz uningga singdirilgan bo'ladi. Agar sizlar o'zaro bir-biringizga ihson qilib Allohdan qo'rqsanglar, Alloh sizlar qilgan ishlardan xabardordir degan oyat bilan oyatning oxirisi qana qildi, tugidi. Endi tarjimasi shu oyatningki biz oyatning 5'idan bir tahlil başlığımızda qarindoshlar, oyatning 5'i ham agar bir ayol ansirsa ifodasi bilan boshlandi. Ansirash bizim tushunimiz yo'q, yuz bergan ishdan bo'lmaydi. Balki yuz berishdan ilgari shuning alomatlari, ba'zi ifodaları ko'ringan vaqtda bu insanı biraz endişe salsa, bunu biz Arap tilida al-xavf, yani Uyg'urchada endişe qilish, ansirash, qo'rqish degan ifodalar bilan ifodalaymiz. Ya'ni men demoqchi o'g'lim nima desanglar? Masala tahi yuz bermidi. Allohning bizga da'vatgan bir inchki nuqtasidan birisi bor. Masala yuz bergan vaqtda tabii u boshqa. Ammo masala yuz bermidi tahi. Ammo ayol o'zining iridan bir nimalarni his qilyotdi. Erining o'zini tashlab ketgandek bir xil ahvolni his qilyotdi. Yaxshi muomalasini ko'mayotdi. Ishqilib bir ko'ngilsizlik
qanaqa qilyotidi, kelyotidi. Mushuni ayol kishi qanaqa vaqtda his qilgan vaqtida bu yerdan bizga chiqadigan mazmun nima desa, hargizmi oilaviy masalani yuz berganga qadar saqlab turish qolmaydi. Qachon shu masala, bir mushkila, bir qiyinchilik, xavflilik yoki oiladagi jang, bir anglashilmaslik, tushunishilmaslik masalalari shunda beshini ko'tarib chiqqan hamonlam bu masala hal qilinishi kerak. Qur'onning tashabbusi bu vaqtida qarindoshlar. Endi 101 bo'lgan vaqtda uning hal qilish chorasi boshqa. Ham biroz qiyin bo'ladi. Ammo 101 dan ilgarilam buning hal qilish chorasiga qadam ilinsa, buni hal qilmoq biroz nemo oson. Endi ma oyat, bugungi oyat ayolga er tarafga qarab turib so'zlayotdi. Ya'ni erining manda ahvolini his qilsa ayol deb ayolga hal qilish chorasini o'rgatadi bu oyat. Biz Sura Nisoning 34-oyatda erlarga ayollarning mashta ahvolini ko'rgan vaqtda hal qilish chorasini manda qilish deb buni talab qilayotganligini ko'ramizki, vallati takhafuna nushuzahunna degan oyatda ayollarningki agar uyni tashlab chiqib ketish, erlar bilan uy tutishdan ko'ngli so'g'ish, masalan bu ayolning buzilishi qatorliq masalalari ayoldan ko'rilgan vaqtda erlarning qanday muomala qilishi haqida ma'lumot bergan bo'lsa, ma oyatda masala er tarafdan ko'rilgan vaqtda ayolning qanday qilishi haqida masalalar ma oyatda tilga ya'ni masala bu shaklda bayon qilinadi. Er tarafdan chiqadi, ayol hal qilishga tirishadi. Ayol tarafdan chiqadi masala er hal qilishga tirishdi. Hargiz bu oilaning masalasi erga yuklangan yoki ayollarga yuklangan masala emas. Ikkisining teng mas'uliyati. Qarshi tarafdan masala chiqsa, yana bir taraf buni hal qilish uchun qanday qilish kerak, tirishishi kerak. Endi buni biroz tarjima qilishdan qiynalishimizning sababi, masalan, ayollar uydan chiqib ketish, ayollarning buyruq itoat qilmaslikka deb tarjima qildik oyatda. Ayollarning masala chiqqan vaqtda. Bugungi oyatda erlarning masala chiqqan vaqtda erlarningki oiladagi ahvolining bir xil xotirjamsizlikni his qilsa, yaxshilikning alomati ko'rilmasa degandek ifodalarni qo'llandik. Asli arabchada qo'llangan ifoda nima desa, nushuz ifodasi ulab. So'zning yildizini izlagan vaqtda bir narsaningki asli holatidan ustiga ko'tarilib olganini, normal holatidan ustiga ko'tarilib olganini arabchada nushuz deymiz. Bilamiz qarindoshlar. Ayol o'tirdagi aloqaning tut asosiy bağlardan, prinsiplerden birisi özara mehr muhabbet. Özara mehr muhabbet. Özara rahat yani ayolga rahat oldu, ayol erge rahat oldu. Ne özüne bütünley ayolga bağışlaydı, ayol özüne bütünley erge bağışlaydı. Meyli maddi cihetten bağışlasın ya ki manevi cihetten bağışlasın yani içildi yani. Hemen bilimiz qarindoshlar fiqh kitoblarida o'qiymiz. Faqihlar ayolning to'yilishida ayol o'xshash olsun degan bir shartni qo'yadi. Qur'oni Karimda bu haqda al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Nachar erlar, nachar ayollar uchun. Nachar ayollar, nachar erlar uchun. Nachar erlar, nachar ayollar uchun. Yaxshi ayollar, yaxshi erlar uchun, yaxshi erlar, yaxshi ayollar uchun. Ya'ni bu yerda maddi jihatdagi, ijtimoiy sinf jihatdagi, jamiyatdagi o'rin jihati katta. Agar texnik aytsak, ilmiy saviya jihatda, oilasining iqtisodiy jihatda teng bo'lgandan boshqa bir odamning yaxshi, yomonlik, axloqsizlik nuqtadami imkon barobar bo'lishi kerak. Nima ish qilamizlar? Chunki axloqi biroz nachar odam, axloqi biroz nachar ayoldan to'y qilsa kelishidi. Ama aksi taqdirda-chi, yaxshi odam axloqi nachar ayoldan to'y qilib qolsa yoki yaxshi ayol axloqi nacharroq erdan to'y qilib qolsa, cho'qqum bu yerda bir zulm shakllanadi. Birisi-birisiga bo'ladigan. Ama ikkilisi yaxshi bo'lsa, yana kelishidi. Ikkilisi nachar bo'lsa, yana kelishidi. Iqtisodiy jihatda desak, birisi yuqori tabaqa, birisi to'ng tabaqa bo'lib qolsa, cho'qqum oilada haliqi biz bayotdan shart qilgan mehr muhabbat, sevgi,
ta'sir qo'shadigan ahvollar yuz berdi. Birisi cho'ng oilaning, yana birisi odatdagi jamiyatdagi bir to'n qatlamdan chiqqan bo'lib qolsa, ish qilib bir yerda chiqib qolish ehtimoli bor. Mushu shartlar tufaylidan mehr muhabbet asas olğaçqa, söygü asas olğaçqa, faqihlar, ulamalar imkon baraber kişi baraber ayollarni to'y qilsin. Mayli o baraberlik diginimizde iqtisodiy jihatda, ijtimoiy jamiyatdagi sinfiylik jihatda yoki saviya jihatda, hatto uning axloqi jihatda, hamma jihatda o'zi kelishadigan odam bilan, o'zi kelishadigan ayollarni to'y qilsa, an birisi bilan kelishadi, ko'z gilmaydigan, yo'g'onlik qiladigan ahvol shakllanmaydi, an masala ko'rolmaydi deyotdi. Bu gap nereden chiqib qoldi desa, chunki erlarning ayollarga qarata yoki ayollarning erlarga qarata sorun, masala chiqaradigan asosiy ifodani Qur'on nushuz ifodasida ifodaldi. Diginimizde nushuz bir narsaning o'z o'rnidan ustiga qo'pib olganini, o'z o'rnidan ustiga ko'tarilib olganini nima deymiz? Nushuz deymiz. Tüp sebep bu. Ya ayolni o'zidan to'nkirdi, o'zini ayolidan yuqori tutdi. Bu ayolni epsap tikenman bana loyiq emas deydi. Ya o deydi, ya bu deydi. Bir xil ko'ngli so'g'ib ayolga yaxshi muomala qilmaydi. Bu bir tarafi. Yoki ayol mushu adamga tigib tikenma deb erni o'ziga loyiq ko'rmaydi. Shuni o'ylab o'zini biroz ustun tutib, masala sharni chiqadi. Ya'ni o'zini bu oilaga loyiq emasman. Ya'ni menga tushmaydi, mening tipim emas bu oila degandan keyin mayli ayol olsun mesele sharni chiqadi. Shunga Allah subhanahu va taolo ayol o'rtasida chiqqan masalani nushuz, ya'ni birisi-birisini ko'tarilib olish ifodasidan qo'llanishining sababi bu. Oyat kim haqida bo'lyotdi degan haqida bo'lyotdi. Ya'ni özünü aşta hesaplasa, özünü ayolga loyiq emas deb hesaplasa, yani mushu xotinni olib tikenma desa, shuni bilan undan ko'ngil so'g'ib kelsa, unga haqorat qilsa, ko'zga ilmasa, bolalarga tegishli ko'ngilni bo'lmasa, u oilaga ko'ngil bu oiladan bir muhabbet ketdi degan gap. Endi Qur'onning bu yerda talab qilayotgani nima o desa, ayollar dal mushiyaga yetib kelishdan ilgirlan masalani hal qilib o'tishi kerak. Ayollar sezgir oluş gerek ailede. Eğer eriden şunda bir ahvalını his kıldı, şunda bir ahvalını sezdi, darro bunu oңşaydıgan, hal kılıdıgan bir kademlerini qanday qilish kerak, elişi kerak. Mesela, endi biz hazır erlerin çıkan mesele hakkında sözleyatgan boğaçqa şu noktada sözleyimiz de, kişininki ayollığı qarta bir başqacha bo'lib qilishning bir sebebi oludu. Ya ayolning bir muomalesini yaxshi ko'rmaydi, ya ayolning bir etgan tamoqini yaxshi ko'rmaydi, ya u ya bu ya bir sabablik bo'ladi demdi. Yoki Allah erlarga bergan to'y qilish, ayolining ustiga to'y qilish qatorliq bir masalada ayoli uni qarashtirdi degandek. Bir taraflar bo'ladi, bir ayolning chuvilmaslik uchun ayol kishi masala qaysi tarafdan bo'lsa shuni hal qilish orqali takror burunqi ayollik o'tirdiki mehr muhabbatni asliga keltirish imkoniyati topib qolsa, asliga keltirilish kerak. Hatta bunun uchun bedel to'lash to'g'ri kelib qolsa, bedel to'lashga arziydi. Ayollar masal chiqqan vaqtda ermo qilishga tegishli barliq ishlarni qiladi va to'lashga tegishli barliq bedellarni to'laydi va oilani saqlab qolish uchun tirishadi. Ayollarmi aynı shaklda muomala qana qilish kerak, qilishi kerak. Yani tekrar kelsak, eğer ayol o'zining eridan aştaq bir nushuzlikni his qilsa, ya'ni erininki oiladan chiqib olayotganligini his qilsa, ayoliga yaxshi muomala qilmayotganligini his qilsa, bolalarga kuymayotganligini his qilsa, yoki yuz o'rib ketadiganligini qana qilsa, his qilsa. Bilamiz, bayatni deganimizda ayollar hayotda eng yaqin kishilar hisoblanadi. Qur'on nima tasvirlaydi ayol o'tirisidagi aloqani? Sura Nisoning 21-oyatida vaqat afta ba'dukum ila ba'd. Sizlar bir-biringizlar bilan kirishib ketdinglar yani. Hech kimga ocholmaydigan ma'naviy, moddiy hamma narsani ayolga ochadi. Ayol hech kimga ocholmaydigan hamma taraflarini erga ochadi. Yana bir oyat Sura Baqaraning 187-oyatida deyilgandek, hunna libasul lakum ve entum libasul lahunna. Ayolga kiyimdek yepişidu, erga kiyimdek yepişidu. Normalda ayol o'zining dadisi, qarindoshlarigami ocholmaydigan yerlarini eriga ochadi.
er özünün dadısı yoki qarindoshlarga ochamaydigan ayollarni o'zining ayoliga qanday qiladi? Ochidi. Ya'ni er bilan ayolning o'tirisida hech bir maxfiyatchilik asla va asla bo'lmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala er ayol o'tirisidagi bir munosabat Allohning nomi bilan bog'langan bu munosabat orqali ayolga hech kimga muboh bo'lmaydigan ishlarni eri uchun ayol tarafdan muboh qildi. Ergimo o'zining ayoliga qarata boshqa hech kimga muboh bo'lmaydigan taraflarni erga qana qildi, muboh qildi. Allohning shu haqqi bilan, Allohning shu nomi bilan er ayoldan her yerini ko'radi, her yerdan xabar topadi, her yerdan foydalanadi. Ayol mu aynı şekilde erdan her yerini ko'radi, her yerdan qana qiladi, foydalanadi. Anda o'gandan er ayol munosabati ma şekilde bağlangan munosabat bo'lg'achqa bu uzilmasligi kerak. Buni imkon bor, imkoniyatning eng oxirgi chekigacha saqlab qolish uchun masalani saqlab turishga bo'lmaydi. Belki mesele 101'ten ilgirlam bununla tutuş kılışı gerek. Şoňaşka ayette kullanılan ifade neme dese mesele 101'ge vakitta emas, mesele 101'ten ensirisilan. Mişen çıkıdı. Hem de ayet ayollarga qarata kılıngan tavsiye olgaçqa biz gibimizning umumi orani ayollar tarafga qarab bo'ladi. Tabiiyki erlarga qaratilgan ayetlarda biz erlarga qarata deymiz gibimizni. Yani ayolmışda ahvalda meselenin yıldızını izleyiş gerek, sebebini izleyiş gerek. Mesela değil, er kişi ayol kişininki tazılıqıdın yirgendi. Er kişi pakiz bir muhitni xalaydı, ayoli o pakizlikka diqqat qilmadi. Er kişi bir retlik muhitni xalaydı, ayoli o retlik muhitni qana qilmadi, qilolmadi. Bu nokta bo'lib qolsa, ayol kishi buni qana qilish kerak? Hal qilish kerak. Yoki deyli Allah subhanahu va taolo erlerinin tabiatida her xil şaraitlar tüpeyledin, er ayolning o'tirisidagi yaratilish farqi tüpeyledin. Yeni bir aile quruydigan, ayolining ustiga to'y qiladigan bir tabiatni bilib qo'ygan, Alloh o'zining xalqini obdan biladigan bo'g'achqa, shunga yarasha er ayolning erininki o'zining ayolidan boshqa, ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi ayollar bilan to'y qilsa, bo'ladiganligi haqida hüküm birlik. Eğer aşta bir sebepler tüpeylidin aşı hükümge tayinip turup toy kılımen deyilse, bu vaxtım ayol kişi ailini çubup toxtayman emas. Ailini buzup toxtayman emas. Bir hikmet bilen, aqlanilik bilen meseleni güzel bir şekilde bir taraf kılış. Bunun için qana qilishi kerak, biraz harakat qilish kerak. Masalan deyli, eri nima uchun ikkinchi ayolni oladi? Nima uchun ikkinchi oilaga ehtiyoj bo'lib qoladi? Bu ayolidan erishamagan bir nuqta bo'lib qolsa, ayol kishi buni izlanish kerak va buni eri uchun qana qilish kerak, sunash kerak. İmkon bor ikkinchi, masalan deyli, o'tirdiki mehr muhabbat azlamaydigan, buzulmaydigan aslidagi holatda davom qilishga qana qilish kerak, kapolatlik qilish kerak. Shunga bir yerdeki muhim mesele erden çıksın, ayol tarafının üstüge çıksın hal kılış. Yoki ayoldan çıkıp er tarafının üstüge çıksın, muhim mesele ikköylen birisi yol koşuş gerek. İkköylen bu meselenin asası hal kılgıçsı. İkkiden başka adam kılanmaydı bunu. Nemişka biz bayatını dedik ya, er ayoldak münasebeti birisiga bağlangan, birisinin içine kirişken, birisiga içilgan iki adam yok dünyada. Şoňaşqa ayetning ahirisi Allah subhanahu wa ta'aladan deydi: "Fala junaha alayhima ay yusliha baynahuma sulhan." İkkilen oturusda qana qilish kerak, sulhi qilish, bir sulhi bilan islohat qilish kerak deydi. Hal qilish chorasi ikkilenning vazifasi. Chunki ayoldan chiqqan masalani er obdan biladi. Erdan chiqqan masalani ayol obdan biladi. Onoğan gün bunun hal qilishning en güzel çaresi ve paranlaşalaydigan en yakın adam. Gap sözlerini en töğüce, tigigice ecip dişalaydigan adam ikisi. Ama kaçan bu ikisinden başka adam bu iş qarlaşqandan keyin mesele qanday qiladi? Hal qilolmaydigan darajaga kelib qolishi mumkin. Chunki bugun mesele yuz berdi. İkisi bir qanday qildi? Urushdi deyli öyünün içinde, yoki jidallaşdi, er öyden chiqib ketdi. Chiqib ketib, ma'lum vaqtdan keyin biroz achchiqi besildi, tinchlandi. Ayolining ma'lum vaqt o'tgandan keyin achchiqi besibdi, tinchlandi.
xatolik erdan o'tgan bo'lsa, o'zining xatoliklarini tunib qolsa, hamda qaytib kelay deb uyga balkim o'zri shaklda sog'u salomlarni yoki boshqa narsalarni ko'tarib chiroyli kulib kirishi mumkin. Ayolmi pushmon qilib agar xatolik o'zidan o'tgan bo'lsa, bir kulimsirgan bir chiroylar bilan qarshilishi mumkin. Aplashib qolishi mumkin. Chunki bu ikkolandan yaqin odam yo'q dunyoda kim bo'lsin. Ammo boshqalar shunda ichiga kirgan hamonlam masala unda 3-chi bir odam aralashgandan keyin hal qila olmaydigan darajaga qanaq qilishi mumkin, mangab qilishi mumkin. Shunga Qur'onning ifodasida ikkisi sulhilashsin. Ikkisining sulhilishi yaxshi deb ma shaklda ifodalanyapti. Endi mushakaga vaqtda biz qarindoshlarimizga bir nuqtani eslatamiz. Kishi o'ylab qolmasinki, butun alohidlik, ortiqchilik mujassamlangan bir ayol va deb o'ylab qolmasin. Go'zallik, mehribonlik, pokizlik, ratliklik, kuyimchanlik va boshqa. Va ayolni o'ylab qolmasinki, butun fazilat, butun ortiqchilik mujassamlangan bir kishi va deb o'ylab qolmasin. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarining hammasiga alohidliklarni tek kishi taqsim qilib qo'ygan. Birida bor alohidlik, yana birisi yo'q. Yana birisi bor alohidlik, yana birisi yo'q. Bir ayollar va nihoyat go'zal, chiroyli, ammo ishlarida qo'li kelmaydi. Yana birisi va bir tarafdan alohidlik va tozlik yaxshi emas. Yana birisining yana bir tarafdan alohidlik va uyni rassiz tutadi. Erlarmi shu birisi kilishgan, ammo uning oiladagi mas'uliyatsiz. Yana birisi bir alohidlik va yana bir jihati mas'uliyatsiz va moddiy, ma'naviy jihatda alohidliklar insonlarga taqsim qilingan bo'ladi. Qachoniki erning ko'ziga ayoldan bir narsa yomon ko'rilib qolsa, o'ylasinki, mushuning uchun menga yana bir tarafdan Alloh to'liqlab berdi-ku. Va qachoniki ayollarning ko'ziga erdan bir narsa sat ko'rinib qolsa, yoqmay ko'ngliga yoqmay qolsa, o'ylasinki, mushu eksiklik, mushu kamchilikning qarshiligida menga boshqa tarafdan Alloh bir to'liqlab berdi-ku. Qur'onda asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum. Oyat sura Baqaraninki 216-oyati. Ya'ni sura Nisoning 19-oyatidami fa in karihtumuhunna, agar ayollarni yomon ko'rsanglar, balkim siz yomon ko'rishingiz mumkin bir narsani Allohning o'zi nurg'un yaxshilik qilishi mumkin degan oyatlar bizga oilada biz yomon ko'rgan taraflarga sabr qilsak, Alloh uning qarshiligida boshqa tarafni to'liqlab beradigan yaxshiliklarni ato qiladiganligini bizga da'vat etdi. Mana bir hikoya bor. Bunda bir hikoya bor. Munosabatli o'g'achqa men sizlarga deb beray. Nihoyat solih, muttaqi o'tgan bir kishi bor. Ayoli nihoyat zo'migaran. Bizning Uyg'urchada jodugar deymiz. Favqulodda zo'miga. Bu kishi solih, olim kishi, kishilarning qashig'i chiqsa, hamma odam bu odamning atrofiga o'lishib, bu odamning darsini anglaydigan, bu odamdan tabarruk izlaydigan, ya'ni bu odam solih odam deb boshqalarga bir xil nim tuyuladigan, ya'ni o'ziga tortalaydigan bir jalbkor inson endi. Ya'ni hamma odamning nazarida bir haybati va ehtiromi va hamma odamning bu kishiga. Musha kishi uyga kirib bir kunisi debdiki ayoliga, "Sen uyda menga jodugarlik qilasan. Ammo sirtda boshqalarning menga o qadar hurmat qilganini, atrofimda mening darslarimni, so'zimni anglash uchun o qadar tizilib o'tganini ko'rsang, boshqacha tunitding meni degandan keyin aytsa ayoli shu dars so'riniga boradi, ahvolni ko'radi, qaytib ketadi. Kishi uyga qaytadi, o'ylab hamda ayolim boshqalarning men qilgan muomalasini ko'rgandan keyin bundan keyin o'zgarishi mumkin deb kelib qandaroq boshqalarning men qandaq muomala qilganini ko'rdimmi degan vaqtda ayolning javobi menda bo'ladi. Men o qadar go'zal bir sorun ko'rdimki, shu birlam odam bor ekan, qalaymiqan. Hammasi lik tizilib shundoq tintinish o'tiribdi. Sallam uyon bu yonga qo'l shiltib, nayda qalaymiqan bir shaklda so'zlab o'tibsa deb, ya'ni erigan nima atdi yana bir xil gunoh atdan deb bir xil ya'ni nachar ayollarning bir xil ifodasini bildirgan. Mushu kishi deydi.
uzun yıllar mushu ayolga sabr qilib, vaqt o'tib ayoli vafot topgan. Keyin vafot topgandan keyin uning atrofidagi o'quvchilari, muridlari ustozning burunqidek bir xil haybatining, hurmatining, ehtiromining qolmaganligini bayqagandan keyin deydi-da. Bu sili burun mundaq bir haybatlik, hurmatlik adam qarasa eymengis qildigan bir kishi. Hozir unda ahvolni his qilmayaptimi degandan keyin bu mana shu ayolimga sabr qilganning qarshiligida Alloh bergan mukofotdi degan bir shaklda o'zining bildirgan ifodasi işte bir rivoyatlarda qanday qilinadi, tilg'anida qaramash. Ya'ni bu yerda demoqchi o'g'lim nima desa, ayollar erlardan ko'rgan ba'zi taraflarga sabr qilish kerak. Erlarmi ayollardan ko'rgan ba'zi taraflarga sabr qilish kerak. Sabr qilgan tarafga Alloh subhanahu va taolo mutlaqo sabr qilganning o'rnida bir narsa to'liqlab turadi. Ya go'zal farzand ato qiladi, solih farzand ato qiladi masalan, yoki oila turmushini boshqa qilib turadi va undan boshqa. Bunda bir hikoyalar bor. Xavarijlardan İmran ibn Hattan ismli bir sanayide bir güzel ayoli var ekan. Bu kishi o'zi nayt ko'rimsiz ayol kishi ekan. Bir qitim ayoli qarab eriga alhamdulillah dedi. Eri debdiki, nimaga hamd aytsa? Ayoli sen bilan men jannatda. Qanaqsiga? Sen menga erishding, shukr qilding. Men sana erishdim, sabr qildim. Shukr qilg'uchi va sabr qilg'uchi jannatda. Degan bir shaklda bir hikoya bor. Ana hargizmi kishi bir ayolda hem go'zallik, hem axloq, hem bilim, hem yana bir narsa ish qilib ertalab qilgan bütün narsa bor, mujassamlangan deb o'ylamasin. Ayol shunday o'ylamasinki, bir erda hem kelishgan, hem iqtisodi va hem bilimlik, hem yuz obro'y va ayol buluşni arzu qiladigan bütün imtiyozlarning hammasi bor deb o'ylamasin. Hammalar Alloh subhanahu va taolaning bandasi, Allohning oldida o'xshash, hech kim Allohning nazarida alohida o'ringa ega emas. Ana keyin Alloh hammalarga imtiyozlarni, ortiqchiliklarni tek kishi taqsim qilgan. Menda bor, senda yo'q, senda bor, uningda yo'q, uningda bor, menda yo'q mush shaklda qana qilingan, taqsim qilingan. Unda bo'lgandan keyin sabr qilishdim va ko'rgan kamchilikning yana bir tarafini ko'rish bilan o'zini xotirjam qilib, ko'nglini tasalli o'tish kerak. Chunki ma tarafida kamchilik va odamning yana bir tarafda birini surudi alohidligi budida qarindoshlar. Ana amaliyotda er kishi ayolidan ma'lum nuqtadan og'ringanida yoki ayol kishi eridan ma'lum nuqtadan og'ringanida takror beshini silkib o'tib, mushuni bir ayolning yoki erining bir xatoligi, kamchiligi deb bir tarafga qo'yib qolgan ortiqchiliklarga birdan ko'z yugurtganida ma hozir ko'ngil og'ritgan yoki ko'ngli sug'ib ketgan yoki ko'ngliga tekkan ma xatolik, ma kamchilikninki alohidliklarning oldida hech nima emas ekanligini qana qila olamiz, bila olamiz. Ya'ni masalan nima desa, ya'ni inson amal ba isloh qilgani yaxshi, amal ba sulhiylashgani yaxshi, amal ba meselelerni hal qilg'ini yaxshi. Shunga Qur'oni Karimda ay yusliha baynahuma sulha va sulhu xayr. Ya'ni ermo ayoldan ko'ngi razog'ini da qalbidan chiqarib. Ayolmo erdan ko'ngi razog'ini da sulh degan shu. Bo'ldilar, buning bu tarafi kamchilik bo'lgan bilan ma alohidliklari bor ekan, razolay. Ayolmi bo'ldilar buni ma kamchilik bo'lgan bilan taraf alohidligi razolay sulhi qilg'ini o'zini unda bo'ldilar devatgani mushu eng yaxshi. Ammo insonning nafsi, insonning xarakteri ochko'z xarakterida, uni bilasizlar. Oyatning oxirida aytadi-ku, va uhdiratul anfusu shuhha, insonda bir xil bexillik bor. Ya'ni bexillik ifodasi biz normal tushungan bexillik emas, ochko'zlik, ya'ni texmi tanpinish. Ya'ni boshqalarga qarta o'zining mas'uliyatini ado qilishdan bekrak, boshqalardan oladiganini bekrak qana qilish o'ylash. Birini o'rniga ikkini, ikkini o'rniga uchni, uchni o'rniga to'rtni o'ylash masalan. Kilishken hem pulus olsa, hem yüz obro'y olsa, hem sağlam olsa degandek talabları birdan eş baradigan ma holatda xarakter var. Agar inson mushu xarakterini qanday qilmaganida, kontrol qilmaganida, u vaqtda inson balkim cheki yo'q bir yerga qana qilishi mumkin, ketib qilishi mumkin.
Ondan başqa bu yerdagi sulh qilishi yaxshi, inson ashta ochko'zlik insonning vujudiga singib ketgan deyishning sababi ayol ustidagi ado qiladigan mas'uliyat va majburiyatlari va birisi-birisiga qarata. Mushu nuqtalarda birisi-birisiga kengir sihiylik bilan muomala qilish kerak. Masalan, qanday sihiylik bilan muomala qiladi? Ayoli eridan biroz ko'ngil og'ritib, eridan ba'zi ayib, kamchilik, nuqsonlarni ko'rganida er kishi biroz qo'lni kengir qo'yib o'tish orqali ayolining a tarafdagi kamchilik, ya'ni kam taraflarini bu tarafdan to'liqlasa bo'ladi. Yoki ayolidan bir kamchilikni ko'rgan vaqtda ayoli o'zining qashidagi to'yloqda yig'ib qo'ygan pullari, masalan, to'yloq degandek narsalarni erining qiynalib qolgan taraflarida hadiya qilish orqali o'zining bu oilaning a'zosi ekanligini, bu oilaning o'zining oilasi ekanligini bildirish orqali, sadoqatini bildirish orqali bir xil nima deymiz, qarshi tarafninki qalbiga bir xil xotirjamlikni kirgizish orqali birisi-birisidagi masalalarni qana qila oladi, hal qila oladi qarindoshlar. Bu nuqta nihoyatda muhim. Chunki nima uchun bunday qilmaydi endi? Nima uchun bunday qilmasin? Chunki vaqat afta ba'dukum ila ba'd bu ikkilarning munosabati birisi-birisiga to'liq ochilgan, to'liq kirishgan bu oila ikkisining oilasi va bu ikkisining o'rtadagi aloqa dunyodagi har qanday bir aloqadan qanday aloqa? Mustahkam bir aloqa. Bilimiz, erning o'zguchilik haq-huquqlari va ayolning o'zguchilik haq-huquqlari va ayolning to'yliq, ayolning tamoman haqqi, ayolning mulki, ayolning tamoman haqqi, uning erning chaqilish huquqi yo'q Qur'onda. Va kayfa ta'khudunahu oyatlan erlarning ayollarning mol mulkiga chaqilmaslik haqida buyruq, kesin buyruq va bu o'lcham, bu adolat, bu haq. Ammo musha haqdan biroz qana qilish kerak, ayolni tushunish kerak, erni tushunish kerak, ayoldan mas'ul bo'lgan vaqtda tushunish kerak, mas'ul bo'lgan vaqt ayol tushunish kerak, shu orqali qana qilish kerak, oilani saqlab qilish kerak. Bunda bir hikoya va bir qozi sotchining oldiga ikki da'vogar keladi. Deydi-ki, sizlarga adolat bilan hukm qilaymi yoki adolatdan yaxshiroq hukm qilaymi degan vaqtida hayron qoladi. Adolatdanmi yaxshi hukm bormi? Qozi deydi-ki, adolat har narsaning haqqini berish. Haqqini berish bu adolat. Adolatdan yaxshisi birisi-birisiga qana qilish, ihson qilish, qarshi tarafga qana qilish, tushib berish qarshi tarafga. Mana bu masalani hal qilishni o'ylaydi. Shuningdek, oyatning oxirisi qana shaklda oxirlashdi. Va in tuhsinu va tattaqu fa innalloha bima ta'maluna khabira. Agar sizlar bir-biringizga ihson qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar, ya'ni masalani hal qilishning tub yildizi birisi-birisiga qana qilish, ihson qilish. Yo'l qo'yish, ihson har qanday bir narsani normal holatdan oshirib go'zal shaklda qilishiladi. Iymon babida Allohga, Allohning ko'mishini ko'rgandek ibodat qilish ihson bo'lsa, bir odamning kasb babida kasbni voyaga yetkazib qilish ihson bo'lsa, ayollik babida birisi-birisining haq-huquqlariga tamoman yo'l qo'yish. Masalani shaxsiy nuqtadan emas, iymoniy nuqtadan muomala qilish. Shu oyatda va in tuhsinu va tattaqu degani bir-biringizga ihson qilsanglar va Allohdan qo'rqib taqvolik qilsanglar. Ya'ni masalani iymoniy nuqtadan mulohaza qilsanglar, masalaga iymoniy nuqtadan muomala qilsanglar va bir-biringizning haqqiga iymoniy nuqtadan qarasanglar, faqat nima chiqmaydi? Masala chiqmaydi. Masalan, shularning qatoridan birisi qarindoshlar, endi deyish to'g'ri kelgachga deymiz, chunki keyingi oyat shunga munosabatlik. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaratgan bandalar bo'lish sifati bilan bandalarning xarakterini Alloh eng obdan biladi, mijozni eng obdan biladi, yaratilish ahvolini eng obdan biladi va shunga asosan ahkomlarni tushiradi. Shu ahkomlarning qatoridan birisi bir ayoldan boshqa 2, 3, 4 ayollar bilan qana qila oladi, o'ylanalaydi. Shu nuqtaga kelgan vaqtda rozi bo'lgan ayollar nihoyat oz yoki ko'p hollarda tepilmaydi. Masalan, men bu yerda ihson qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar degan nuqtani mushtarak qarab davyapman. Ya'ni har biri bilan birisi-birisiga haq huquqiy jihatda tamoman qana qilsa, yo'l qo'ysa, masala buzilmaydi. Masalan, tarixda o'tgan nurg'un hikoyalar va payg'ambarlarning hayotidan va undan boshqa hayotlardan
ayolga qiziqmas bo'lib qilib, yani qiziqmagandan keyin ayol o'tirishdagi mehr muhabbat shunda uzilib ketsa yoki qiziqmas bo'lib qolsa, bu oila cho'lish to'g'ri keladi. Ayolni taloq qilib boshqadan uylanmoqchi bo'lgan. Ayol buni his qilgandan keyin deganki, sen meni taloq qilma. Meni ayol sifatida muomala qilayver, bolalaringga ko'ngil bo'layver, qo'l ostingda turma. Ammo boshqa to'y qilsang bo'ladi, boshqa ayoldan uylansang bo'ladi. Ermi buningga qo'shiladi, shuni bilan boshqa oiladan uylanadi, ikki oila tang holatda qanaqib qoladi, saqlanib qoladi. Mishada men alohida eskartib qo'yish tegishli bir masala. Bu yerda ihson qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar degan narsani men nuqul ayollarga, men erlarninki ikkinchi uylanish, uchinchi uylanish, to'rtinchi uylanishga qartalam deyotmayman. Bu nuqta erlarni o'ziga oladiki, erlamo mayli yolg'iz ayol olsun yoki 2, 3, 4 ayol olsun, Qur'oni Karimning ahli kitobga o'xshash üzgü paydalı tarafını elip, ziyalık tarafını koyduğun ahvalını asla qilmaslik kerak. Her halda adalet, ihsan, yaxshilik buni o'ziga bir zinat qilish kerak. Mushu o'rtada Allah yo'lga qo'ygan ko'p oilalik bo'lish, ko'p ayol elish hukmi dinsizlar tarafından nişanı elinirlik, hücum nişanı olab, özünü dindar deb qarlıvatqanlar tarafından ma'lum bir fikirler, ma'lum bir sebeplerini ko'rsatilib turib, yani to'g'ri ko'rilmaydigan holatga kelib qilishning birdan bir sababi mushu o'ziga muvofiq bo'lgan hukmlarni elib, o'zining shunday zararga olib qolgan hukmlarni tashlab qo'ydigan xarakterimiz tufaylidan bo'lgan. Allah ikkinchi xotin ilishga yo'l qo'ydi deblam oladigan, ammo shuning qishidagi Allohning adolatli qilish qatorliq hukmni ijro qilinmaydigan. Ma'ni tashviq qiladigan, aning kelgan vaqtda ko'z qisib oladigan. Shuning bilan masala qanday bo'ladi desa, oladi, zulm qiladi. Ya konusga zulm qiladi, ya yengizga zulm qiladi. Konusga ihmol qilish orqali, tashlab qo'yish orqali, yengizga dumchish orqali zulm qilsa, yengizga uni elib ko'ngil xushi shaklda rasmiy oila qurish niyatidan emas, ma'lum vaqtdan keyin tashlab qo'ydigan. Uning haq-huquqini asla o'ylamaydigan bir taraflari bor. Mana mush taraflar tufaylidan Alloh bizga halol qilgan bir hukm kishilar orasida qabul qilinmaydigan darajada to'g'ri emas deyiladigan darajada bir shakllanadi. Buningda shu xil muomala qilganlarning, shu xil ish tutganlarning hammasining ma'lum darajada nimasi va qarindoshlar töhbisi var buningda. Endi tabiiy bilimiz, ayollar ko'nglidan rozi bo'lmaydiganlar rost. Lekin erlar haqiqiy adolat bilan muomala qilalig'inida ayollarning qalbi Allohning ilkida. Allah ularning qalbini bitirab qilib beradi. Chunki ko'p ayollik bo'lishdagi eng muhim narsa adolat. Hatto Qur'onning o'zi adaletli qilamasan birini al dedi. Hatta Qur'on nima deydi desa, adaletli qilmagan ahvolda birini tarjih qiladi. Chunki zulm mayli ko'na ayolga bo'lsin yoki yeng ayolga bo'lsin, zulm Alloh asla va asla qabul qilmaydigan bir harom ish qarindoshlar, harom ish. Sahobalar qarab baqarimizda buning eng go'zal o'rnaklarini topalaymiz. Masalan, Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuning ikki ayoli bor. Ayollarga to'liq adolat shaklda muomala qilish, to'liq aminlashgan. Bir kechasi bir ayolning, bir kun bir ayolning, yana bir kun bir ayolning. Hatto bir ayolga tava bo'lgan kunda yana bir ayolning uysidagi bir tahorat mab qolmaydi endi. Tahorat mab qolmaydigan gap. Hatto insonning hayron qoldigan tarafi qaysi desanglar, ikkisi vabo tufaylidan vafot etgan. Vafot bo'lgan vaqtda ikkisini bir qabrga qo'ygan bir ahvol rivoyatlar bor. U darajada adolatli qildi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo insonlarni yaratdi, insonlarda o'zguchilik bir mijoz xarakterini billi yaratdi va shuningga asosan erlarni birdan ortiq ayollar bilan uylanishga ruxsat qildi va buni bilan birga adolatli qilish, mayli ayriydigan vaqt jihatda, ayrıydigan iqtisod jihatda, hattoki bir chiroydagi kulimsirash jihatda, ko'ngil bilish, unga nisbatan mehr bildirish jihatda adolatli qilishni qana qildi. Farz qildi, adolatli qilish shart, kesin shart. Agar adolat shakllanmaganda ko'p ayollik elish u vaqtda to'g'ri bo'lmay qoladi. Ammo yana bir nuqta bor.
inson o'zi qila oladigan bir nuqta va qilolmaydigan nuqta va bizning yuqorqi adolatli qilish ifodalarimizning hammasi, qo'ygan shartlarimizning hammasi qana tarafda, shu inson qila oladigan tarafda. Inshaalloh qolganini kelasilik darsimizda so'zlaymiz. Bugun vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashimiz, ya'ni darsimizning asosiy mazmunini qisqagina bir xulosalab o'tsak, ya'ni ayollardan masala ko'rilgan vaqtida qarshi taraf, qaysi tarafdan ko'rilsa, qarshi taraf aktivlik bilan, ma'lum badal to'lash bilan, o'zining ma'lum haq-huquqini tushirish bilan bu munosabatni saqlab qolish kerak, bu oilani saqlab qolish kerak. Chunki oila munosabati muqaddas munosabat, ayol munosabati muqaddas munosabat, odatdagi munosabat emas. Bugungi oyat dal erdin masala ko'rilgan vaqtda ayollarning aktiv bo'lishi, masalani o'ngshash, ya'ni ikkisining o'rtasidagi islohotning ikkisining qo'lida ekanligini, insonning qalbininki, xarakterininki ochko'zlik ko'z shaklida yaratilganligini bu nuqtalarni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizga alohida bayon qilib berdi. Kelasi soat ko'rishganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.